Assalomu alaykum. Hurmatli jentri haydovchi akalarimizni tashlab qo'yamiz. Mana bunda bullshitli teshilgandan bo'rilgan ovoz chiqdi. Ustiga olib borib buni polni perderka qilaman desam, juda qimmat yetib oldi. Shu sababli mana bunaqa shablon kesib oldik. Bu shablon bizga buni o'zini svarka qilsa teshigi baribir erib ketadi, svarka olmaydi. Mana diametrni o'lchab, mana bu hozir qolib qilib mana o'rnatib oldik. Hozir endi mana bu yog'idan va bu yog'idan svarka to'ldiramiz. Uning uchun bitta disk kesib olamiz. Jarayonni qo'yib boraman. Disk topilmadi. Mana shu ikkili disk ekan. Lapatka satkovi. Shundan hozir mana kesib o'sha yerga shablonni chizib oldim. Hozir kesib qolganini davom ettirib ko'rsataman. Bir shablonni kesish jarayoni mana. Qo'porib ketganda uyda agar bolgarka bilan svarka apparat bo'lsa, bu ishda hech narsa emas mana. Biz boshdan tagidan kechib oldik mana hozir. O'zinglarni asabiylarga tegmay burillab yurmay, benzin rasxodini ko'paytirmaydi. O'rtasini bolgarka chizib olib, bu yog'ini zubiylarga urib olib tashlaymiz. Ancha formaga kelib qoldi. Qalbimiz tayyor. Hozir buni bu yoqqa kiydiramiz. Shuni qilib kiydirib, svarka qilib tashlaymiz. Xudo xolasa qo'yib, chetini svarka qilib oldik. Endi ikki tarafini xudo xolasa bo'lsa mana. Endi professional emasman, qo'ldan kelgancha svarka o'zim xudo xolasa olib olamiz. Xo'p, mana assalomu alaykum yana bir bor. Qilingan ishimiz svarka. Tayyor. Hozir kamida bir 200-300 ming tejadi.